Barchaga assalomu alaykum azizlar. Horror ikkinchi qismiga xush kelibsiz. Ana ayiqni topishimiz kerak. Xullas kelam bizdan nuqul berkinadi. Xo'p, birinchisi mana shu yerda bilaman. Bo'ldi. O'yin boshlandi. Adashmasam ikkinchisi podval, vannada. Nuqul mana shu podval bilan alishtirman. Vanna deydi mana. Topdim. Xo'p, uchinchisi endi ana sirli xonada. Xo'p. Bu yerlar juda ham qo'rqinchli. Ovozi ham ustiga ustak. Mana shu yerda. Xo'p, adashmasam o'tgan qismda biz bu tomonga borgandik, arvoh chiqqandi, to'g'riga borgandik, arvoh chiqqandi. Xo'p, ayiq mana shu yerda turibdi. Demak, yo'l mana shu yerda. Bir dona mana shu yerda topmani. Bo'ldi, hozirmasan topaman. Demak, bu yerda hech qanaqangi arvohlar yo'q. Qanaqasiga. Xo'p. O'zi nimadir qimirladi menimcha. Xo'p, azizlar, agar shoshmaydi, agar bu tomonga borib bo'lmasa, demak, biz kelgan joyimizga qaytamiz. Demak, uyi o'rtasiga yana yashirinib olgan bu parazit. Xo'p. Aroq shishalari eshikka kirib bo'lmaydi. Va yana padalda yana vannada yo'q. Xo'p, podvalga kirgan, точный. Bu parazit podvalga kirgan. Xo'p, qanasan ayiqbachcha. Hozir topaman men sen, baribir topaman. Xo'p. Qanasan. Adashmasam, kulishdi jonga tegdi. Adashmasam, xotinim boshida aytganda, menga ayiq ham ketir deganda, pizza bilan birga. Yana bilmadim. O'qiganday bo'lgandim o'tgan qismda. Xo'p. Bu yerda aniq yo'q bu parazit. Bu yerda aniq yo'q. Chiqamiz podvaldan. Demak, o'sha sirli xonada kulish davom etyapti mana bu. Demak, o'sha sirli xonada, yo'q, shoshmaylar, xotinimning oldiga kirganda. Hozir boraman. Xotinimning o'zi nimagadir yo'q. Xo'p, mana shu yerda. Ayiqvachcha, qanasan? Xo'p, bu kamera rasmi qo'rqinchli ekan. Kompyuter. Xo'p, televizor. Xo'p, xotinimning o'zi yo'q nimagadir. Uxlagandi lekin prosta. Mayli, chiqamiz. Boshqa ilojim yo'q, o'sha sirli xonaga qarab yo'l olaman. Xo'p. Xo'sh. Biz o'ngga borishimiz mumkin emas. Arvoh chiqadi. Shoshmanglar. Arvoh ortimdan chiqdi. Bu degani bu yurib ketdi ekan ancha. Shoshmanglar. Arvoh ortimdan chiqdi. Agar ortga qarasam, hozir arvoh bor. Agar orqachalikka yursaychi. Normali arvoh yo'q. Xo'p, bu tomonda-chi? Joy bor ekan. Yana orqaga qarab yurish kerak. Xo'p. Xo'sh. Butilka. Bu yer katta ekan ancha. Xo'p. Ayiqvachcha qanasan? Butilka bo'ldi. Arqachalikka sekin yurib, yerga qarab, iboli kayzo bo'lib, yaxshi, yomon emas. O'yin qoidalarini tushunib oldim. Bu yerda ham yo'q ekan parazit. Xo'p, iboli kayzo bo'lib boramiz. Tak, arvoh meni ko'rmadi. Juda ham zo'r gap. Xo'p. O'zi qayerdan kelgandim? Azizlar, men chalkashib ketdim. Bo'ldi, shu yerdan kelgandim. Qaytamiz. Menimcha arvoh ortimdan yuribdi. Agar ortga qarasam arvoh bo'lsa, demak, ortimdan parazit ortimdan yurgan ekan. Demak, qaramasak, hech narsa qilmaydi. Da. Yana o'sha ayiq betini ko'ramanmi? Koridor orqasida turadi. Xo'p, demak, qaramasak hech narsa qilmaydi. Mayli, birinchi ayiq olamiz. Oldik. Yaxshi. Xo'p, ikkinchisi bu safar aniq bilaman, vannada. Vanna qani? Mana. Ke. Mana. Oldik ikkitasini. Xo'p. Arvoh hozir ham ortimdami? Yo'q, hozir ortimda emas. Demak, o'sha sirli xonaga kirishim bilan ortimda arvoh paydo bo'lar ekan. Mayli. Xo'p, birinchi ayiqni bilaman joyini, o'sha sirli xonada. Ikkinchisi yor o'ng tomonda, to'g'rida menimcha yo'l yo'q edi. Xo'p, arvoh menimcha shu qichqiriqdan keyin ortimda paydo bo'ladi. Baribir ham tez harakat qilmasdan olamiz. Shu yerga qarab ketamiz. Xo'p, hozir men seni topaman. Parazit topaman.
birinchi bo'lib bu yerga kirdik. Yo'q, Iboli Kayzo bo'lib chiqamiz bu yerdan. Xo'p, oldimizda ikkita yo'l, yo to'g'riga, yo chapga. Chapga boramiz, chapga yo'l yo'q ekan, demak to'g'riga. Xo'p, bitta chapga yo'l bor. Hozircha miyamda nimadir bor. Xo'p, mana shu koridordamiz. Bu tomonga qarab ketamiz. Kulma iltimos. Xo'p, to'g'riga yana bitta koridor. Ha, bu yerda hech narsa yo'q. Tushunarli. Hoppa, yaxshi. Xo'p, to'g'riga borish kerak. Tak. Va bu yerda hech narsa yo'q bo'ldi. Tushunarli. Endi ikkinchi yo'lga qarab yuramiz. Ikkinchi yo'l esa shu yermi? Tak, shu yer ekan. Yo'q, bu yer o'zim kelgan joy. Ehtiyot bo'l. Shu tomonga qarab ketamiz. Da. Bu nima bu urasi? Parazit ayiq qanasan? Xo'p. Qanaqangidir xonaga keldim. Shkaf ochiladimi? Yo'q. Xo'p, tushunarli. Arvoh ko'rdim. Ortimdan yuribdi. Kuladi ham yana. Xo'p, bu yerdan chiqamiz. Demak, azizlar, kiraverishda chapda 10 tomonda hech narsa yo'q. Absolut hech narsa yo'q. Xo'p, kiraverish o'zi mana shu yer. Bu yer emas. Bundan bitta oldingisi. Mana shu yer. Mana shu yerda turgandi. Xo'p, uyim arvoh. Shu tomonga qarab ketamiz. Xo'p. Bu yerda esa xo'p, kichkinagina joy. To'g'ri hech narsa yo'q. Bu tomonda esa ikkinchi arvoh chiqmasa bo'ldi hozir. Xo'p. Va bu shkaf bor. Tushunarli. Mana topdim. Parazit. Arvoh. Parazit. Xo'p, ikkinchi ayiq ham topdim. Endi qayerga berkingan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Necha marta topish kerak uni? Bunisi ham bilmayman. Xo'p, endi u yerga borsak bo'ladi. Chunki u yerda yana berkinishi mumkin yoki bu yerga borsak bo'ladi. Mayli, bu tomonga borib ko'ramiz. U yer men tushunmadim, boshim aylanib ketdi. Xo'p. Tushunarli. Yo'limiz bitta o'sha yer yoki uyga qaytgan bu parazit. Shoshmanglar, lampali xonada oxirida. O'sha yerga borib ko'ramiz. Bu yerda tupik, bu yerda turmagan bo'lishi mumkin. Sekin qayrilib. Yaxshi. Arvoh menimcha hali ham ortimdan yuribdi. Hop, chiqamiz. Qaysi o'zingiz bosing. Hop, bu yerda ikkita yo'lak chiqadi. Kelinglar, mana shu tomonga qarab ketamiz. Birinchi navbatda ikkita tomonni ham ko'rib, keyin qaytamiz. Va koridor oxirida bizni o'lim emas. Yaxshi. Shu yerdan to'g'ri yurish kerak. Ajoyib. Arvoh ortimdan yurar ekan, prosta bo'ldi. Hech qanaqangi yomon emas, normalniy mushuk ekan. Menimcha ayol kishi edi. Hop, chiqamiz. Chiqdik. Endi oxirgi variant to'g'riga yoki uyga qaytamiz. Xo'p, va to'g'riga bizni mana parazitga. Bo'ldi. Tugadi. Telefon. Qani telefon? Xo'p, chiqish kerak bu yerdan. Chiqish kerak. Menimcha shu yerda edi. Mana telefonim. Ber. Telefonni Mia, hey baby, where you? Qayerdasan? Hey azizam, qayerdasan? Men yotoqxonadaman. Men kutyapman. Bu nima bu? Atata. Bunaqa gaplar yozma menga. Xo'p, arvoh bormi yo'qmi yana? Xo'p, bu yerdan chiqaman. Tezroq. Uyga qaytamiz. Xavfsiz joyda menimcha. Xo'p. Yotoqxonadaman dedimi? Bizda yotoqxona yo'q-ku. Miya nima qilyapsan? Jinnimisan? Miyang qatig'i chiqadi-yu. Qima. Qima. Uni qaranglar. Qanaqa men bu jinnini to'xtatsam bo'ladi? Xo'p, yotoqxonadaman dedi. Bizda yotoqxona yo'q. Bu mehmonxona. Qima. Ya tavba. Nima qilsam bo'ladi bu jinnini? Basharasiga suv sepamizmi? Nima bo'ldi? Xo'p, zajgalka nima bu? Nima qilay? Azizam. A few days after moving in, I found a hidden room behind the wall. 5-6 kun oldin men devor oldida bitta xona topdim. But one thing caught my attention. The gold necklace. I felt like I had to pick it up. Xo'p. Scratched on the bottom was the words. Xo'p. A curse.
Xo'p, tushunarli. As soon as I put it on, I felt an inner sense of relief. Okay. You didn't even notice. Okay. Juda tez You are a gapirarkan, terrible короче. husband. Men unaqa yomon ermasman. Ancha men chiqishga qo'ymaydi. Xullas kelon 5-6 kun oldin men shu devorlarning qaysinisidir orqasida yashirin xona topgan ekan. Yashirin xonadan qanaqangidir oltin bilaguzuk topgan ekan. Uni kiyish bilan ozodlik bo'ldim. Bir bola bir narsalar bor. Tomi ketganda, короче, Oculus degan yozuv ham bor ekan. Sen hatto sezmading ham meni jinni bo'lganimni, sen ermassan, sen balosan, battarsan deb meni qarg'ashib boshladi. короче, o'zingizlar ko'rdinglar. Xo'p, nimaga qorong'u? Shoshmanglar. Bunaqa emasdi uyimiz. Menimcha ochiladimi yo'q? Yo'q, ochilmaydi. Xo'p. Miya, ke hammasini gaplashib olamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'rqma. Sen tashab ketmayman. Jinni bo'lsang. Xo'p. Nima bu? Qo'rqmanglar. Xo'p, bu menimcha dasturxon. Kayson qayla. Menimcha bu dasturxon. Kravat emas u. Xo'p, o'tinlar. Tak, chiq. Mana shu yerda yo'l bor edi, adashmasam. Yo'q. Tepaga yo'l bor ekan. Nima? Azizlar, nima bor? Koko. Xo'p. Slishkim ko'p lokatsiya bo'lib ketyapti. Menimcha o'sha yer edi. Xullas keling, hozir men aytgan gaplar qanaqa yashirin xona, qanaqa oltin bilaguzuk. Sen jinni bo'lgansan, bor devorga boshing ur deganman. Uni qachon aytdim bilmadim. Xo'p. Ortimda hech kim yo'qmi? Yo'q. Xo'p. Kim? Nima? Miya. Jinnilik qilma, iltimos. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan, hech kim yo'qmi? Nima qilyapsan? Miya. Mana o'sha aytgan oltin bilaguzuk. Miya. Nima bo'ldi senga? Hammasi normalmi? Jonim, birga kechib o'tamiz hammasini. Qo'rqma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men seni tashab ketmayman. Bitta oltin simboli. Lombardga beramiz. Yo'q, buni hech narsa qilib bo'lmaydi. Demak, boshqa joyga borish kerak. Xo'p. Menimcha bitta yo'l mana shu yer. Xo'p, ikkita yo'l bo'lib ketdi bu ham. O'rindiq. Televizorga balo bormi? O'tirib bo'ladimi? Televizor ko'rmoqchi edim. Mayli. Nima bu? Nimasan? Qanaqangidir rasm tushgan. Yo'q, azizlar, narigi tomonga borishdan oldin bir narsa aytgan bo'lardim. Ushbu qismimiz mana shu yerda tugaydi. Afsuski, yana nimagadir men yo'qman to'ba. Mayli, xotinimning oldiga borib qolaman. O'shaning oldida turay birozgina turamiz shuni oldida. Normalniy. Qo'rqma, hammasi yaxshi bo'ladi, jonim. Buni Lombardga beramiz, senga boshqa olamiz. Unqayla bechorani, ko'zchalari chiroyligini. Mayli, azizlar, sizlar bilan Kayzova uni xotini bo'ldi. Biroz jinniroq xotinim. To'g'ri tushunasizlar. Kelgusi qismda ko'rishguncha deb qolaman. Barchaga xayr.